Jigarning issig'i shu olsa, jigarni may qaplasa, o't yalli ulab qalsa, qon quyalib, qanda may ulab qalsa, qanda alomatli kelib chiqdi deb ba'zi qarindoshlar ayrim gapirsa, degan qarindoshlarga o'pcha, o'zimning bilish dorisi bo'yicha bir javob berib keldim. Yana eng avval bu jigar degan qonni tozalaydigan, qonni suzitgan, o't suyuqni ishlab chiqargan, qon qanti va qondagi mayni parchalaydigan, metabolizmni ilgari surgan, uzuqni pishirlab ishlaydigan, qon ishlab chiqargan, immun kuchimizni saqlaydigan nihoyatda bir cho'ng jig' xizmat va alohida muhim a'zo. Bedenimizde başka a'zolar muhim, jigar bek muhim. Chunki bedenimizga har bir a'zoga jigarning xizmati chetida turadi. Shuning uchun jigardan masala chiqsa, buni issig'ishib oldi, may qapladi, yallig'landi, zaiflashdi, besim ortib ketdi, hatto jigar rak oldi, jigar qatdi. Xohlagan bir masala chiqsa, jigarning yuqorgi xizmatlaridan masala chiqdi. Hamda buningda jigarning issig'ishish, jigarning may qaplash ko'proq ko'rildi. Buni qanday alomatli ko'rildi deganda, birinchidan beşimizin ayımızga keldi. Yine çaç maylıştıkan, yüzlerimiz maylıştıkan ahvalga chiqdi. İkinciden ko'z sag'rivyapti, ko'z g'uvalishdi, ko'z qichishdi. Chiroyimiz sag'rivyapti. Uchinchidan eg'izimiz achchig'di, eg'iz quriydi, ko'p usatgan bo'lib qolamiz. Tilimizda sir gaz paydo bo'ldi. Beshinchidan usoq ko'pib qoldi, tomoq sinmaydi, ig'riq bo'lganda qavziyat bo'lib qolamiz. Çünkü bayramda bu öz suyuq ishlab chiqardi, o'tgan suyuqni yaxshi ishlamagandan keyin albatta tazim yaxshi bo'lmaydi. Bundan keyin futbol uyushdi, futbol seqirishdi. O'zimda yumib qatpasangiz mayaga qon tez oladi ekanini, qizil oladi ekanini alqonlaringiz serg'alab turyapti. Bundan keyin umum badan nihoyat mag'dursiz, aslan charchatgan, ulab qolgan ahvol shakllanib qoldi. Yana buni o'qishlab chechilangu achingiz yomon, sapra mijozlab qolasiz. Uyquga kirişemeysiz, köp çükürsüz, qanib uxlayolmaysiz. Kichik tarafdan yangi siriq, haddidan ziyada bak qaniq rangda ketdi. Cho'ng taraf yepishqoq, qattiq holatda ketdi. Unda bo'lsa sizda yuqoridagi ahvolning natijasi bor ekan, inkoslarni qoldirib qo'ying. Kelarki filmimizda jigarni may qaplash, qon quyaliq, qonda may ahvoli keltirib chiqargan ba'zi kasallik to'g'risida so'zlaymiz. Xo'sh belgisini besib, meni ushirishni kutib qolmang.